Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Farg'onadagi Jack Motors filialining sotuv menejeri Habibulloh bo'laman. Bugun sizlar bilan qisqacha mashinalarning narxi va ularning necha foiz to'lovi bilan sizning qo'lingizga tegishini bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, oldimizda turgan Jack G7 avtomashinasi. Bu mashinamizda siz xohlagan narsalar, siz istagan narsalar hammasi shu mashinamizda mavjud. Mashinalarga birga kirib o'tirib ko'ramiz. Xo'p. Mashinamiz juda yumshoq. Bo'yim anchagina uzun bo'lishiga qaramasdan, qiynalmasdan yaxshigina o'tiribman. Mashinada siz xohlagan, siz istagan qulayliklar yaratilgan. Multirul, elektronli tablo, sensorli monitor. Sensorli monitor ba'zi mashinalar qachishi mumkin. Xudo xolasa sizda bunaqasi bo'lmaydi. Xo'p. Korobkasiga keladigan bo'lsak, oddiygina avtomat korobkalardan emas. Ya'ni bu variator korobka. Sizda variator korobka qanaqa degan savol tug'ilishi mumkin. Bu variator korobka, ya'ni tejamkor, ya'ni qo'yan avtomat korobkalarda moyini 60 ming, 70 mingdan alishtiradigan bo'lsangiz, buni moyini siz 90 ming, 100 mingdan alishtirsangiz bo'laveradi. Va bularning eng katta plyuslaridan tarafi stabilizator mavjud. Ya'ni siz yurayotgan paytingizda, ya'ni duqur-duqurda yoki katta yamali joylarda yurayotgan bo'lsangiz, endi bilasiz, O'zbekiston sharoitida hamma joylar ham tekis emas. Xo'p, buni yoqqan bo'lganingizdan keyin hamma mashinada ham bu narsa mavjud emas. Faqat 12 ta yoki Malibuda yoki adashmayotgan bo'lsam, Trekkerda ham mavjud bo'lishi kerak. Buni yoqqaningizdan so'ng stabilizator qanaqa deb endi duqur-duqurlarda o'zini ko'rsatadi degani. Xo'p, kattagina bar joylashgan bu yoqda, o'zini kichkinagina qulaylik taraflari. Xo'p, bu yoqda stiklo boshqaruvchi upravleniyalar va bu yoqdan bemalol o'chirib va yoqish tugmasi mavjud. Bittaning ikkilariga e'tibor beramiz va to'qilgan iplarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Xo'p, bu mashinamizning narxi 235 million so'm. Oldingi narxi 245-250 million sotilgan bo'lsa, siz hozirgi narxda 235 million so'mga olib chiqib ketishingiz mumkin. Va bularda kuzov turi liftback deyiladi. Nimaga liftback desangiz, bagajni o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Bemalol hojaga 4 ta qo'yni solib, bozorlarga borib, xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi degani. Agar siz orqadagi ikkita sidinani yotqizib qo'yadigan bo'lsangiz, как spalnidaqa bo'ladi. Va bularni yopish muammo emas. Va ko'rib turibsizlar o'zlaring. Xudo xolasa biz buni atiga boshlang'ich 25% bilan avtokreditga chiqaramiz. Xo'p, oldimizda turgan Jack X200 mashinasi. Bu mashinamiz xo'p. Bu mashinamiz 2 litrli atmosferniy motor bilan jihozlangan. Ya'ni siz qancha yuklaysiz ham yoki boshqa joyga borsangiz ham, ya'ni boshqa shaharlarga borsangiz ham 2 tonna yoki 2,5 tonna bilan anchagina qiynalmasdan ketasiz degani. Salonda passajir uchun bemalol sidin upravleniyasi oldiga, orqaga yoki endi ancha uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsangiz, oppati qilasizda, bemalol upravleniya qilib o'zingiz uchun qulay qilib olsangiz bo'ladi. Hamda issiq kunlar uchun konditsioner ham bizda mavjud. Xo'p, bularning eng yana katta qulaylik taraflaridan biri orqasida faqat risol bo'lmaydi. Ya'ni risol plus amortizator. Bu degani sizda meva yoki ezilib qoladigan yuklar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bu narsa sizda kuzatilmaydi. Yana bularning eng katta plus tarafini aytib o'taman. Bemalol metan yoki ustanovka, propan ustanovka qilsangiz bo'ladi. Hamda agar bizdan ustanovka qiladigan bo'lsangiz, probegi yoki boshqa narsalar bo'yicha sizda xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi va garantiyasi ham buzilmaydi. Ya'ni 3 yil motoriga yoki korobkasiga yoki orqa mostiga xudo xolasa garantiyasi bizda mavjud. O'zlari bemalol ko'rasizlar. Bularni kengligi yoki uzunligini sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hop. Hop, buni bortning o'zini uzunligi 310 mm. Hop. Yana eng katta bularning plyus tarafi qolgan mashinalarga qaraganda 1 tonna emas, 2 tonnagacha yuk oladi. Qadrli do'stlar, ichkariga kiramiz endi biz. Ichkariga kirishdan oldin X200 Prom tovarning mashinasini hozir ko'rdik. Endi esa buni tentligini bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz.
Buni ham bir ichlarini ko'rishlaring mumkin. Juda keng, juda katta. Buni ham bir saloniga kiramiz. Hop. Bunda ham xuddi shunaqa afzalli taraflari bor. Ya'ni uzoq yo'lga bemalol o'zingiz uchun moslashtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, qolgan mashinalarimizga o'xshab bu gidrolika emas, ya'ni gidro 3 litr. Ya'ni bu anchagina yengil bo'ladi. Balonlari orqasida ikkitali va oldida bittali bo'ladi. Orqasi razmeri 13, oldi esa 15. Va plyus tarafi ham orqaniki ham oldiniki biz plyus qo'shib beramiz, ya'ni o'zida tayyor bo'ladi. Hop. Ichga kiramiz. Ko'rib turgan mashinangiz Jack J8 Pro. Ya'ni bu yaqinda kelgan va yangilangan versiyada ishlatilingan. Hop, buni sizlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, hop, buni motorini 1.5 turbina motor, 180 ta ot kuchi. Bu degani 180 ta ot kuchi o'zi miyaga sig'dirib bo'lmaydigan darajada yaxshi ishlangan degani. Buni bir yana saloniga sayohat qilamiz va boshqa mashinalarga qaraganda 5 kilochoy do'stov va slipoy zona bilan jihozlangan. Ko'rib turibsizlar, buni ichida men shunchaki yo'q qoldim. To'g'ri, endi bu mashina shuning uchun yaratilgan, ya'ni katta akalarimiz uchun va katta akaxonlarimiz uchun yaratilgan. Bu mashina olganingizdan keyin xudo xolasa sizda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Ya'ni siz juda katta odamsiz, misol mendan ham katta odamlar bor yoki mendan sal og'irroq odamlar bor. Shu odamlar uchun qulay qilib yaratilgan avtomashina. Bu avtomashinamizning ruli multi-rul. Tablo bilan birlashib ketgan sensorli monitor. Bularning korobkasi endi avtomat korobka bo'ladi, lekin qolgan korobkalarga qaraganda juda yumshoq ishlatilgan. Ya'ni bunda 3 xil rejim bor va sport, eko va normal. Eko sinov qanaqa deydigan bo'lsalaring, bu siypanchiq yoki muzlab qolgan yo'llar uchun juda qulay. Va bu yerda akustikalarni bir baho beramiz va o'zining kolonkalari va salon juda to'liq napakoja bilan qoplangan. Plastik deyarli ishlatilmagan va 4 ta eshik, oyoqdagi va tomlarimiz zavodskoy 100% shumka bilan chiqqan. Xo'p, bularni pulti bilan zavod qilsa ham bo'ladi. Qo'l bilan ochiladi va qo'l bilan yopiladi. Hamda oyoq bilan ham ochib, qo'l bilan yopsa bo'ladi. Endi bozordan kelyapsiz, qo'lingizda yuk. Nima qilishni bilmayapsiz, kalit cho'ntagida, endi qo'ldagi narsani qo'yib bo'lmaydi. Shunaqana qilasizda va mashinamiz ochiladi. Hozirgina buni girasini endi zavodga qo'yilgan, buni girasini ko'tartirsa bo'ladi bemalol va qo'l bilan yopiladi. Xo'p, bu mashinamizda 360 kamera mavjud. Bu mashinamizning hozirgi narxi 299 million so'm. Atigi boshlang'ich 25% to'lov bilan bu mashinamiz qo'lingizga tegadi. Xo'p, yana bizda Damas'dan katta bo'lgan akalarimiz uchun, ya'ni liniyadagi qatnaydigan akalarimiz uchun Jack M3 avtomashinasi. Bu avtomashinamizning motori 1.8 atmosferli motor, 134 ta ot kuchi. Endi liniyaga qatnaydigan akalarimiz uchun benzin sarfi katta bo'lmasligi kerak, ya'ni benzin sarfi ko'p qilmasligi kerak. Misol 7 ta, 8 ta minimal yeyish kerak. Ya'ni bu mashinamizda ham xuddi shunaqa funksiya mavjud. Ya'ni 100 kilometrlik atiga 8,5 litr benzin rasxod qiladi shahar ichida. Shahardan tashqari, ya'ni danli yo'lga atiga 7 tagacha benzin rasxod qilishi mumkin. Xo'p, buni ham bir salonlarga sayohat qilib ko'ramiz. Hoppa. Bu yerdan ham bemalol uстановка qilib olsa bo'ladi. Ya'ni liniyaga qatnaydigan akalarimiz bemalol o'zlari uchun bemalol moslashtirib olishlari mumkin. Bu yerda qolgan mashinalarga qaraganda, ya'ni Damas bilan solishtiradigan bo'lsak yoki yangi chiqqan Damas 3 bilan solishtirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, Damas 3 da ham yoki Damas 2 da ham hech qanaqa elektronlik monitor yo'q. Xo'p, bu monitorimiz bemalol Androidga ham, iPhone'ga ham bemalol duplikat bo'ladi. Yana eng katta qulayliklar tarafi, bu mashinamizda konditsioner va pechkalar mavjud. Ya'ni liniyaga qatnayapsiz, misol Damas'da misol konditsioner yo'q. Endi uzoq yo'llarga yura olmaysiz siz Damas bilan. Bu mashinamizda esa bemalol uzoq yo'llar, ya'ni Rossiyaga ham, boshqa viloyatlarga ham yoki sayohatchilar uchun ham juda zo'r. Ya'ni oilaga ham juda zo'r. Misol katta oilalar uchun yoki sayohat uchun juda zo'r ishlab chiqarilgan avtomashina.
Xo'p, bu mashinamizning ichkarisiga o'tamiz, ya'ni eng qiziq joyiga. Xo'p. Xo'p, salon o'zlarini ko'ryapsizlar. Bittadan o'tirib ko'ramiz. Hech qanaqa menga noqulaylik taraf tug'dirmayapti va bu yerda konditsioner va pechka uchun bemalol o'zi uchun boshqarib ketsangiz bo'ladi. Orqasiga ham o'tib ko'ramiz buni. Yotkizib ham ko'ramiz. Yotadi ham, to'g'lanadi ham. Bemalol uzoq yo'llarga yoki oila uchun eng zo'r variant. Bularni yana orqasiga o'tib ko'ramiz. Bu yerda ham bemalol boshqarsangiz bo'laveradi. Hop. Yotsa bemalol qiynalmasdan uzoq yo'llarga ketsa bo'ladi. Va bu yerda hech qayerda mashinasida yo'q. Havo uchun kiritilgan joy. Kichkinagina bir portichka desa ham bo'ladi. Endi bu mashinamizning orqasini bitta ochib ko'ramiz. Yopilishlariga bitta qamat beramiz aka. Yopilishiga Damas'ga o'xshab daraqa turuq yopilmaydi. Hoppa. Yengil qo'l bilan harakati bilan yopiladi. Va orqasini ochadigan bo'lsak, orqasi juda keng. Mana liniyaga qatnaydigan akalarimiz uchun bemalol 8 kishi chiqsa ham 8 kishining narsalarini bemalol joylash uchun kattagina joy bor. Ya'ni buni qulaylik taraflari juda ko'p. Yumshoqlik taraflari bo'yicha gaplashmoqchi bo'ladigan bo'lsam, yumshoqligi o'ta yumshoq. Ya'ni orqasi Resol Plus amortizator. Ya'ni Damas'larga o'xshab yoki boshqa mashinalarga o'xshab orqasi otvormaydi, ya'ni siltamaydi desa ham bo'laveradi. Oldi nezavesinniy podveska. Boya aytib o'tganimdek, har bitta balon alohida ishlaydi. Xudo xolasa bu yerda Jack X200 imizni bartoviy varianti. Buni ham bir ichkarisiga kirib o'tamiz. Bu yerda ham o'sha ko'rib turganingizdek hamma sharoitlar mavjud. Bu yerda ham boshqarsa bo'ladi bemalol. Va sidenalar 3 ta. Bemalol 3 kishini olib yursangiz ham bo'ladi. Misol dak metalli 2 tayu deya savollar tug'dirib qolyapti ba'zi bir odamlarda, lekin biz unaqa emas. Bizning mashinalarimiz unaqa emas. Ya'ni 3 kishini bemalol bag'riga oladi va dak metalli bo'ladi hammasi. Xudo xolasa hammangizni Jack Motors Farg'ona filialida kutib qolamiz. Bu yerda nomerlar bor. Bemalol nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi.